Assalomu alaykum Lochinni kuzatuvchilari. 2 tonnali, 1,5 tonnali samosvallaringiz bormi deb so'raganlar uchun 2 tonnali mototsiklimiz bor. Bort razmerlari 240 ga 135, yakka balon, motorlari 300 motor, radiatorli, vilkalari 60 vilkada. 5 million skidka bilan chiqish narxi 34 million 750 ming so'mga chiqadi. Keyin 1,5 tonnalik samosvallaringiz bormi deganlar uchun 1,5 tonnalik samosvallarimizdan ham bor. Bort razmerlari 220 ga 135, yuk ko'tarish hajmi 1,5 tonna. Samosvali elektronika samosval. Motorlari 200 motor, radiatorli, 60 vilkada. 5 million skidka bilan chiqish narxi 32 million 750 ming so'mga chiqadi. Xohlang naqdga oling, xohlang kreditga oling, hech qanday ahamiyatga ega emas. Bu ham samosvalcha. Bu ham 1,5 tonnali samosval, faqat buni motori 300 motor. 35 million 250 ming so'mga chiqadi. Buni bort razmeri ham 220 ga 135, motori 300 motor, vilkalari 60 vilka. 5 million skidka bilan chiqish narxi 35 million 250 ming so'm. Bu 220 ga 135, 1,5 tonnalik 5 samosval emas, vilkalari ham 50 vilka, motori 300 motor, 5 million skidka bilan chiqish narxi 30 million so'mga chiqadi. Bu 1,5 tonnalik 5 samosval, ya'ni samosval emas, motorlari 200 motor, vilkalari 60 vilka, radiatorlik, 5 million skidka bilan chiqish narxi 28 million 250 ming so'm. Bu 300 motor, 1,5 tonnali 60 vilka, radiatorli, 5 million skidka bilan chiqish narxi 30 million 750 ming so'm. Bu ham xuddi shu narsa. Bu 1,5 tonnalik samosval, motori 335 250 ming so'mga chiqadi. Keyin yana sizlarga yangiliklardan 1 tonna 100 kilolik so'raganlardan 1 tonna 100 kilolik bort razmeri 2 ga 130, 220 motor, radiatorli, 60 vilka, 5 million skidka bilan 25 million 850 ming so'mga chiqadi. Bu ham xuddi shu narsa, ikkalasi bir xil, faqat buni vilkasi 50 bo'lgani uchun bu 25 million 100 ming so'mga chiqadi. Bu ham 1 tonna 100 kilolik. Keyin bu yerda mototsiklimiz bor. Bort razmerlari 220 ga 135, 1,5 tonnali. Bortlari narashvinni ishlangan, 2 qavatlik, ana bokovoyni ikkinchi qavatini olib qo'ysalaringiz bo'ladi. Motori 300 motor, 60 vilka, 5 million skidka bilan 31 million 750 ming so'mga chiqadi mana shu mototsiklimiz. Hozir mana bunaqa 1 tonna 100 kilolik samosvallarimiz ham bor. Hozir men samosvallarni bitta videoga olaman sizlar uchun. Keyin mana bunaqa bort narashvinni 1,5 tonnalik samosvalimiz bor. 5 million skidka bilan 36 million 250 ming so'mga chiqadi. Bort razmerlari 220 ga 135, motorlari 300 motor, radiatorli, 60 vilka. Chiqish narxi 36 million 250 ming so'm. Bu 1 tonna 100 kilolik. 1 tonna 100 kilolik rebresni bort, 60 vilka, motori 200, radiatorli samosval bu. 1 tonna 100 kilolik samosvali 5 million skidka bilan 30 million 350 ming so'mga chiqadi. Xohlasalaringiz naqdga olsalaringiz bo'ladi, xohlasalaringiz kreditga. O'zimizdan ham kredit chiqazaveramiz. Bu mototsiklimiz bort razmerlari 220 ga 135, 1,5 tonnali, 5 million skidka bilan chiqish narxi 32 million so'm. Bu 63 vilka, novi dizayn vilka deyiladi. Motorlari 200 motor, radiatorli. Buni ham bokovoyi 2 qavatli ishlangan, narashvinni ikkinchi qavatini olib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Yuk yuklagan vaqtlaringiz yerga tegib qolmaydi bokovoylari. Bu 33 million 750 ming so'mga chiqadi. Bort razmeri 240 ga 135, bortlari narashvinni ishlangan, motorlari 300 motor, vilkalari 60 vilka. 5 million skidka bilan chiqish narxi 33 million 750 ming so'm. Bu bizning to'kavoy mototsiklimiz. To'kavoy mototsiklimiz 5 million skidka bilan 28 million so'mga chiqadi. Qimmatligining sababi 1,5 tonna yukka moslashgan. Bir zaryad bilan 1,5 tonna yuk bilan